Sen, yana sen. Ammo topamısanglar qaytib kelmanglar. Qanday qilamiz? Biz ya doktor bo'lmasak. Xo'jayin nam o'nkirda turishga amroq ekan. Ya chiqib optab sunmaydi ekan. Amal yo'q. Bu uning turmush odati. Tarzimcha, xo'jayin revmatizm bo'lib qoldi-ku deyman. Xo'jayin suv uzishga bek amroq bo'lgan ekan, albatta revmatizm bo'ladi-da. Suv uzish? To'g'ri, nemishkim unutib qolgandi men. Mo'yim paytda nemishkim unutib qolgandi men. Unutib qolmagansan, saroq bo'lib qolgansan. Men to'rni deyman. To'rdan izlash nemishkim esimga kelgan, to'g'ri? To'g'ri, to'rdan izlaylik, to'rdan. Çıkan amal deyip iştahma. Xo'jayin topammidik. Amal topmay qaytib kelsalar o tayoq yeydilar ketdi. Xo'jayin, biz hozir amalni qilmoqchi. Ko'zimda tez yo'qilib amalni qilishmoqchi. Xo'jayin oldirmay turing, biz amal topdik. Biz to'rdan amal izlamoqchi. To'rda amal degan bek ko'p. Amsi izlamay nimaga qarab turishsan? Endi amal topmaydigan bo'lsanglar, jininglarni olaman. Sirtqa chiqib kelsam, ular ajab jimib ketibdi. Nima, amal topdinglarmi? Topdi xo'jayin, topdi. Tezda. Xo'jayin, to'rtini izlasak shadliq qo'rug'idan karbo deb atiladigan bir meva bor ekan. Revmatizmga bek foyda qiladi ekan. Bu xil meva 20 yilda bir chechaklaydi ekan. Yana 20 yilda meva berdi ekan. Yana 20 yilda pishadi ekan. Hozir shadliq qo'rug'ida. Bo'ldi, bas meni oldirmoqchimi? O mevaning pishishiga 60 yil ketar ekan. O meva pishishini o'lib ketmamdim. Tez ayta, qochib olib qoldingmi? 20 yil. Voy. Bo'ldilar xo'jayin kelmay. Tez aytayman. Hozir oxirgi 20 yilni to'shib, shadliq qo'rug'idagi karbo mevasi pishibdi xo'jayin. Ablah, pishdi deb boldiroq desam bo'lmamdi. Xo'jayin, siz meni degilib qo'ymadingiz. Bo'ldi. Voy, men o'zimni tuta olmay qolibman. Bu sizlar yana nimaga qarab turibsizlar? O'tqosh bu garbu daraxtmi? Albatta, uning mevasi intayin qimmatli. O'tqosh sen garbu yeb boqqanmi? Albatta yeb boqqan. Ta'mi qandoq ekan? Muzlikmi? Be, sen garbuning ta'mini tetib boqmoqchimi? Yo'q, men faqat ta'mining qandoq ekanligini bilmoqchi. Be, sho'lgayim eqib ketdi-ku. Nodikni dinozavr polvon cho'qchoq qilyotdi. Ketdikmi? Mush shu. Biz hozir karbo darxaba aynak uyini sirtida ekanmiz. Biz kirib ep chiqmamdi. Bo'lmaydi, ichida toshqanlar bor ekan. Toshqanlar bo'lsin, nima bo'pti? Toshqanlar seni yemdi. Aynak uy, yerimizda aynak uy bor ekan-ku. Yana nimaga ko'tildaysan? Xayrli kash. Biz aylanib kelaylik degan mang'aylik. Boshliq yana shu ishga buzg'unchi ekan-ku. To'g'ri, yana shu hamoqat iyiq bilan bilarman chashqan ekan. Men chiqib ularni qo'g'lab yetay. Bexatarlikka diqqat qil. Hamoqat iyiq. Endi qochqiningni bir ko'ray. Ismim hamoqat iyiq emas, hamoqat. U gadan kesh. Chiqib bu yoqqa. Sen bilan qanday deyishimiz? Hozir mening vaqtim yo'q. Kelar ketim ilishayli. Saqlash kipetini olamsan. Dinozavr chaq. Boshqalarning meni dinozavr chaq deyishiga bek push. Kelar ketimni saqlamay, mush ketim ilishayli. Ay! Dinozavr bo'lgan ikki qilar.
Dinozor polvon. Mani tut. Dinozor polvon, imzoyingizni qo'yib bering. O'ydim. Hammasi sening kasobing. Hamisha o'rak qo'laymiz deb bir qitimmi foyda ib boqmadi. Men o'ylanib baxtim, bizda o'tamaskanmiz, dushman baqqa ekan. Hamiz qanday qilamiz? Yilmi bir necha kun o'tib ketdi. Gap qilmag'ina birdam o'ylanib olay. Qiyinchilikqa yo'liqsang mangida aqlimga gap ketmaydi deganlaring. Hammasi quruq gapga. Amal topdim. Mening aqlli ekanligimga gap ketmaydi, jumo, men dahshat aqlli. Tugashdim. Sarang, neri tur? Sen sarang meni tishlab, chumoy yo'qtirib qo'ymoqchimi? Biz bir toshqonni cho'qim oldi olaymiz. Sen nima demoqchi? Eliqqa ahmoqni deyman. O toshqonlar shirki eng oson oldindigan toshqon. Biz uningdan foydalanmaylik. To'g'ri, mang'ayli. Hey, ammo qat'iy. Kunduzi bosaq yana tayoq yeymiz, kechda boraylik. Avval o'rnini aniq ko'rib olay. Yana yezib qolmaylik. Ko'rib oldim. Nima degan muzlik? O'sirib qo'ymajimi? Anladingmi? Anladim. Eskiligini midirlamay jim tur. Men o ahmoqni ko'ramayapman. Midirlama, nimishqa midirlaversan? Kechi manzirsi nima degan? Tez qochaylik. Qechib ketdi-ku. Kimning posulka vatgandi? Mening ya do'stim bo'lmasa. Biz seni bir dal qarbo o'g'lig'ini ko'rib qoldik. Bu ishni boshqalar bilib qolmasin desang birla amal bor. U bo'lsin o garboni yavaşlıkça Çanca deryası bo'yiga opirib qo'yib, orqangga qaramay ketdi. Bak üstü kelsin. Ne bo'ldi? Qo'ling gulkanjimi? Bek o'qishda o'tibsan. Qo'l hunar darsida o'rgangan, sening hushing yo'qdi-ku. Bundaq asqitishni o'ylamabdiman. Men nurg'un garbo yosidim. Uni nima bilan yosiding? Bek o'xshabdi. Uni haqiqiy garbo bilan bir yerga qo'ysang, qaysining yolg'onligini bilgili bo'lmagidak. Uni loydin yosidim. Meni maqtab uchiryapting-ku. Biz qaytib berib o'tqashqa ko'rsataylik. U cho'qim oldinib qoldi. Rasıl namığı layık meyve ekan. Garbo 60 yılda pişirdiğin kımmetli meyve. Xo'jayin, uni yeng o'zgan, vaqtini yeyvelang. Firmatim keslangiz cho'qim saqayib ketdi. Ma'qul, sizlar bundaq vafodorlik ko'rsatgan yerda vaqtini yeyavtay. Sen manqiylarni o'ltirib atmaydigan bo'lsan.